Ovozliq kitob Abditali. Sxemisi. Ovozliq kitob Abditali. Bilik ün kitap dünyası. İngiliz yezigidagi tiraji 2 milyondan eşip ketgan eng bozorliq kitob Boy dadam moliya erkinlik yo'li. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Amerika. Qiziqarliq naq pul oylanish sxemasi. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga beg'ishlayman. Tarjima qilguvchilar Ahmadjon Mo'min, Yusufjon Muhammad, Xoliq Ovud. Nashr qilguvchidan 1999-yili 4-oyda Boy dadam Namrat dadam nomli kitob Amerikada umumyuzlik bozorga selindi. 1999-yili 10-oyda tiraji 1 milliondan oshdi. 2000-yili 2-oyda tiraji eng oldingi o'ringa o'tdi. 2000-yili Boy dadam